Bir amakim bordi, mana shavq qildi. Mana bu o'g'loq olib bordi, mana bugun bir o'zi bayroqda oldi. Mana cho'pondoz bilasan, mana cho'pondoz bilan cho'pondoz bir qoldi shu raqam mana. Murdiyonga qancha cho'pondoz bor? Murdiyonga 4 ta cho'pondoz bor. Faoliyatim ko'p yaxshi edi. Ko'p yaxshi qahramon edim o'ylayman. O'zingiz kunda qancha soat tamrin qilasiz? Kunda men 2 soat tamrin qilaman. Nomi xudo. Aytdingizki, cho'pondoz boyda yaxshi g'izo yesa. O'zingiz nimalar no'shijon qilasiz aytib o'tsangiz. Men xurmo yeyman, asal yeyman, chormag'iz yeymiz, bodom yeymiz, go'sht yeymiz, mana shu qizlarni yeymiz. No'shijon. Qancha boyda shavq do'stlar. Shavq aloqa bahar ko'r muhim emas. Shavq bo'lmasa bo'lmaydi. 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 Shavq bo'lmasa uydan ham chiqa olmaysiz. Bali, daqiqat. به نام خداوند بزرگ و توانا. سلام و درود خدمت همه شما هموطنان عزیز. امیدوار هستم که جور صحتمند و لباس عافیت را در تن داشته باشین. خدا را شکرگزار هستم که باز هم در خدمت شما قرار گرفتم. هموطنان عزیز، ما در کنار چاپاندازان ولسوالی مردیان قرار دارم. تا حالا همراهشون مصاحبه نکرده، ولی امروز نوبت از ایناست و من میهمان اینا هستم. در کنار ما همه اقوام و چاپاندازان، اسب سواران ولسوالی مردیان هست. در ادامه صحبت‌های همراهشان خواهیم داشت، با ما همراه باشین. و بعضی دوستا در کامنت البته در لایو گذاشتن که آیا کسی از ولسوالی مردیان هم کدام گوساله را به دایره حلال رساندن یا نه، ایره همراه این چاپاندازان خواهیم صحبت کرد. از اون گرامی تا پایان با ما همراه باشین. السلام علیکم. بخیر بام. تکلم جانجون تشکر ساق بولین. siz sog'misiz? Baxir bo'lmisiz? Tashakkur. Avval o'zingizni bir bor ma'rifat qilib o'tsangiz, do'stlar, agarchi men xatoyman, o'shanga ham do'stlar tanib qolsin. Men Gulbuddin Cho'pondoz Mirdiyon bo'laman. Ulusvoli Mirdiyon, Qariya Mirdiyondan. Ko'p yaxshi. Gulbuddin akam, musobaqa qanday o'tdi to'sh hozirgacha? Xeyr, nomi yaxshi o'tdi. Yaxshi edi. Yaxshi. Xo'p, ko'p yaxshi. Va siz ham ma'rifat qilib o'tsangiz? Ulomat polvon asim, Ulusvoli Mirdiyon asim. Ulusvoli Mirdiyondan bo'laman. Ko'p yaxshi. Va yangi o'g'loqda ham fikr qilsam o'zingiz halol qildingiz. O'zim alamni Ulomat polvon halol qildim. Ko'p yaxshi. Ulomat aka, qancha yildan beri cho'pondozlik qilasiz va shu baxshida bo'lsiz? Otam ham cho'pondoz, padar miros bilan. Men 25 yildan men cho'ponman. 25 yildan beri. 25 yildan men cho'ponman. Qancha yashar? O'zim yillikdan o'tgan 2man. Ha, ko'p yaxshi. Aytdingiz-ku, otam ham cho'pondoz. Otam ham cho'pondoz. Bobangiz ham cho'pondoz. Yo, bobomda bilmayman cho'pondozligini. Ha, ko'p yaxshi. Qanday bo'ldiki siz o'zingiz cho'pondozlikka aloqamatli topdingiz va bu ishda pesh keldingiz? O'zingizda aloqangiz bor edimi yo otangizga? Aloqam bor edi, bir amakim bordi, mana shavq qildi. Mana bu o'g'loq olib bordi, mana bugun bir o'zi bayroqda oldi. Mana cho'pondoz bilasan, mana cho'pondoz bilan cho'pondoz bir qoldi shu raqam mana. Shunda o'shalar bilan kelib shu raqam idoma berasiz. Idoma berdim. Qanday bundan buyon ham idoma berasizmi va o'g'loq Oqchoy qanday barguzor bo'ladi? O'g'loq yaxshi o'g'loq bo'ladi. Endi o'g'loqda qo'yaman yuraman, xizmatdan ham devola qo'ymaydi. Murdiyondan chop endi yiliki bilan o'g'loq bo'ladi endi. Vaqtlik aloqa bo'lsa 100 yasharsa ham o'shanga ham odamni o'sha chopisi keladi-ne? Vaqtlik aloqa bo'lsa bir ishga. Endi o'g'illar ham bor. Mayda-mayda o'g'illarni shogird qilaman. Uni qamlardan shogird keladi, chavatda. Ular shogird chaqira oldirasiz. Ko'p yaxshi. Bu o'g'il katta o'g'lingiz qancha yashar? Katta o'g'lim 22 yashar. Nom xudo katta cho'pondoz bo'lsa, Turkiyada keladi, Turkiyaga. Ko'p yaxshi va xayr, inshaalloh kelsin, yaqindan ko'raylik va uni ham cho'pondozligini ko'raylik. Bir cho'pondozni nima xususiyatlari boyd bo'lsa? Cho'pondozi? Bir qanday bir cho'pondoz bo'ladi, maydonga keladi, nima ishlar boyd qilsa? Maydon shavqi bo'lsa keladi, shavqi bo'lmasa kelmaydi, otga mina olmaydi, shavqi bilmasa. یک موضوع خیلی خوبی را اشاره کرد. پیش از اینکه همه چیزا باید شوق داشته باشه. شوق علاقه به هر کار مهم است. وقتی شوق bo'lmasa bo'lmaydi. Shawq bo'lmasa uydan ham chiqa olmaysiz. Bali, daqiqat. Shu kun bizlar shohid edik ki bir o'g'loqni halol qildingiz o'siz. O'zim halol qildim, men G'ulomat polvon. Shavq bilan halol qildingiz. Shavq bilan halol qildim, ha. Shavq bilan ko'p jangi o'g'loq edi. Bali, ko'p yaxshi edi va jazzob edi, nafasgir edi va xushvaqtona halol qildingiz o'siz. Peshindan nari ham o'g'loq bor va nima umidingiz bor? Umidim bor, olamada umidim bor. Baxayr. Xudo umid bersa. Ko'p yaxshi. Musobaqalarga sath viloyat Afg'oniston qaysi mantiqalarga ishtirok qilgansiz? Men Iroqda ishtirok qildim. Qalaynovga ishtirok qildim. Shu mantiqa o'g'loq chopdim. Ko'p yaxshi. Bu yerga faoliyatingiz qanday edi? Faoliyatim ko'p yaxshi edi. Ko'p yaxshi qahramon edim o'ylayman. Ko'p yaxshi. Tashakkur, sog' bo'ling va yana ham Gulbuddin akamni qoshiga moytdi yel tavoz va bularning so'xanlarini eshitib qolamiz. Siz charchamaysizmi? Yo'q, charchamaysiz, bilib keling. Ha, ko'p yaxshi. O'g'loq bir chitay og'irroq va chitay qattiqroq shu musobaqa. Zo'r bo'lmasa bo'lmaydi, ne? Zo'r bo'lmaydi. Boyat tashviq bo'lsa, tashviq ham cho'pondozga qaralsa, cho'pondoz yaxshi g'izo yesa, sport qilsa, cho'pondozlar har qancha bir tinch bo'lsa, yaxshi otlarni minsa, yaxshi joylar bir yaxshi obro'ga kelsa, har viloyatga Kobul, Mozor, daqiqat.
Bali ya. iftixorovar bo'lsa. Va o'zingiz kunda qancha soat tamrin qilasiz? Kunda men 2 soat tamrin qilaman. Nomi xudo. Aytdingizki, cho'pandoz bo'layotib yaxshi g'izo yesa. Bali. O'zingiz nimalar no'shijon qilasiz aytib o'tsangiz? Men xurmo yeyman, asal yeyman, chormag'iz yeymiz, bodom yeymiz, go'sht yeymiz, mana shu qizlarni yeymiz deydi. No'shijon. Buni haftalik o'zingiz yeyasiz, boyat otam shu zotlarni yesa-yu emasa. Otga ham berasiz, otga ham Otga nima berasiz? Yaxshi yuyilgan arpa berasiz, shunaqa qilgan. Tuxum berasiz. Kela berasiz, seb berasiz, qavun berasiz, tarvuz berasiz. Boy zotlarni otga bersangiz, yaxshi qarasangiz. Ko'p yaxshi. O'zingizda qancha otingiz bor va kimda otlarni chopasiz? Men Ojalimat Murdiyon Qayerdorda otni chopaman, o'z ot Abdurashid Polvon Turkiyani otni chopaman. Hoj mana bu Dalidan Sarvarag'on otni chopaman. Patoboddan Usta Ro'zalda otni chopaman. Mana shu otlarni men chopamiz. Ko'p yaxshi. Va buni ham aytib o'tsangizki, siz ham otangiz cho'pandoz edim va o'zingiz qandoq bundagi cho'pandozlikni mana shu bizlar bu mana G'ulomat polvonlar shular ustozi bilan to'sma cho'pandoz. Biz hammamiz shu cho'pandozlik, polvonlik bilan o'tgan. Ko'p yaxshi palavon hamsiz. Bali ha. Sati viloyati Jo'zijonga qaysi viloyatga ko'proq palavon va cho'pandoz ko'p? Jo'zijonga fikr qilaman ko'p. Jo'zijon ko'p va qaysi viloyatga? Aqchaga ko'p polvonlik, Aqchada ko'p. Va o'zingiz Murdiyondan bo'lasiz? Bali ha. Murdiyonga qancha cho'pandoz bor? Murdiyonga 4 ta cho'pandoz bor. Qaysi? G'ulomat polvon man bor, mana Ojalimat Qayrador bor. Toshimat cho'pandoz bor, Shermat shogirdimiz bor. Ha, yana bir ikkita shogirdlarni otganda bizlar bir 7-8 nafar bor bizlar. Mayda shogird bo'lib ko'p otdik ekan. Ha, shukur ko'p otdik. Ha, o'zingiz qancha yil bo'ladi cho'pandozlik qilasiz? Men 7 yildan otchi bo'laman. No, 7 yil ham kam emas. Ha, 7 yildan